Tasavvur qiling, sizni bir kompaniyangiz bor va oldingizga bir kishi kelib, "Kompaniyangni menga ber, men senga esa 500 million dollar beraman" desa, nima deb javob bergan bo'lardingiz? Bu videoda biz sizlar bilan oldin mashhur bo'lgan brendlarning eng achinarli qarorlari haqida gaplashamiz va har biridan bir dars olib chiqamiz. Odatda biz katta kompaniyalarda har doim to'g'ri qaror qabul qilinadi deb o'ylaymiz, chunki ularda katta komanda bor, minglab resurslari bor, kuchli rahbarlari bor, lekin aynan shu ishonch, biz eng yaxshisimiz degan his ko'pincha eng katta halokatning boshlanishi bo'ladi va eng birinchi brend bu albatta Nokia. Nokia. Bu nomni eshitganda hammaning xayoliga qattiq, yerga tushib ham sinmaydigan telefon esiga keladi. Va bu bejiz emas, chunki Nokia telefonlar dunyosida top bo'lgan. Nokia Finlyandiyadan chiqqan kompaniya. Dastlab ular qog'oz va rezina ishlab chiqarardi. Keyin esa texnikaga o'tishgan. Va 1990-yilda Nokia telefon dunyosini butunlay egalladi va dunyoning har bir burchagida, Toshkentdami, Nyu-Yorkdami, Tokiodami barchaning cho'ntagida Nokia bor edi. 2000-yillar boshida ular butun dunyo telefon bozorining 40% ni ushlab turgan. 40% bu shunchaki katta emas, bu deyarli monopoliya. Va keyin 2007-yil keldi. Steve Jobs sahnaga chiqdi va birinchi iPhone'ni namoyish etdi. Butun zal hayratda qoldi. Jurnalistlar bu hamma narsani o'zgartiradi deb yozishar edi, ammo Nokia rahbariyati esa faqatgina kuldi. Bu telefon uchun qimmat, batareyasi tez tugaydi va biznes odamlari bunaqa telefon ishlatishmaydi degan. Va eng qiziq narsa aynan shu yerda boshlanadi, chunki Nokianing ichida o'z mutaxassislari orasida touch screen texnologiyasi allaqachon o'ylab chiqilgan edi. Ular smartfonni ishlab chiqarishga qodir edi. Lekin Nokia rahbariyati hali vaqtli, bozor tayyor emas deb to'xtatib turardi. Chunki o'sha payt Nokia telefon tugmachalari, qopqoqchalarini ishlab chiqarishda juda katta foyda ko'rar edi va bu foydadan ajralishni xohlamas edi. Natijada 2007-yilda 50 milliard dollarlik ulkan kompaniya 2013-yilda Microsoft kompaniyasiga 7 milliard dollarga sotildi. Tasavvur qiling, 43 milliard dollar yo'qoldi. Sizning mahsulotingiz yaxshi bo'lishi yetarli emas. Dunyo o'zgaryaptimi, demak siz ham unga qarab o'zgarishingiz kerak. Va yana raqibingizni kamsitish bu faqatgina vaqt yo'qotish. Ikkinchi kompaniya bu Kodak. Kodak nomini eshitmagan bo'lsangiz ham siz ehtimol ularning mahsulotini bilmasdan ishlatgansiz. Chunki Kodak fotosuratlar uchun plyonka ishlab chiqaruvchi kompaniya edi. 20-asrning katta qismida fotosuratga tushmoqchi bo'lsangiz, deyarli har doim Kodak plyonkasidan foydalanardingiz. Dunyo bo'ylab milliardlab odamlar ularning plyonkasini sotib olardi va Amerikada ular ramziy brendlar orasida hisoblanardi, Coca-Cola va Ford kabi. Lekin 1975-yilda bir narsa bo'ldi. Kodakning o'z muhandisi birinchi raqamli kamerani yaratdi. Bu ulkan kashfiyot edi va Kodak muhandisi Steven Sasson bu kamerani rahbariga ko'rsatdi. Rahbariyatning qarori esa bugungi kunda biznes kitoblarida eng mashhur noto'g'ri javob sifatida o'qitiladi. Ular Sassonga aytishdi: "Bu albatta yaxshi, lekin bu haqida hech kimga aytmang, chunki bu bizning plyonka biznesimizni yo'q qiladi." O'ylab ko'ringda, ular ixtironi ko'mib qo'yishdi, o'zlarining kompaniyasidan chiqqan ixtironi. Ammo bu vaqt raqamli fotografiya juda tez rivojlanib ketdi. Boshqa kompaniyalar Sony, Canon, Fujifilm bu texnologiyani oldiga olib ketdi va 2000-yillarga kelib odamlar butunlay raqamli kameralarga o'tib boshladi va Kodak esa ortda qolib qo'ydi. Va 2012-yil Kodak kompaniyasi 132 yillik tarixga ega kompaniya bankrot e'lon qilindi. Bu hikoyadan xulosa shuki, agar siz o'z biznesingizni yangi texnologiya bilan o'zgartirmasangiz, buni boshqa odam qiladi va bu holatda sizga joy qolmasligi mumkin. Va bizning 3-qahramonimiz bu BlackBerry. BlackBerry bu ham juda mashhur telefon brendi, lekin u oddiy telefon emas. 2000-yillarning o'rtalarida BlackBerry telefoni bu maqom belgisi edi. Siyosatchilar, bankirlar, yuristlar, yirik kompaniya direktorlari barchasi BlackBerry telefonlarini ishlatar edi. Hattoki Barack Obama prezident bo'lgan paytida ham BlackBerryni ishlatgan. Bu shunchalik mashhur bo'lgan. Va BlackBerryning asosiy kuchi bu xavfsiz elektron pochta edi. Siz safarda yursangiz ham, uchuvda bo'lsangiz ham biznes muxbiri to'xtamay ishlardi. Bu o'sha davrda haqiqatan ham zo'r edi. Kompaniya Kanadaniki bo'lsa ham butun dunyo bo'ylab Samsung va Nokia qatorida turar edi va 2009-yilda ular telefon bozorining 20% ni tashkil etgan. Va ular ham iPhone chiqqanidan keyin, odamlar touch screenni yaxshi ko'rib qolgandan keyin, yo'q, bizning mijozlar professional odamlar, ularga fizik klaviatura kerak, tugmachalar kerak deb o'ylab o'z yo'lida qolib qo'ydi. Muammo shundaki, ularning professional mijozlari vaqt o'tib iPhone va Android telefonlariga o'tib boshladi, chunki ularda touch screen bor edi. Ilovalar, musiqa, xarita, kamera barchasi bir joyda bor edi. BlackBerry o'z ekotizimini qurish o'rniga kechikib touch screenli telefon chiqardi. Ammo bu vaqtga kelib bozor o'z tanlovini o'sha qilib bo'lgan edi va 2016-yilda BlackBerry telefon chiqarishni butunlay to'xtatdi. Va bu hikoyadan xulosa shunday: mijozlaringiz bugun nima deyotganini emas, ertaga nima xohlashini bilishga harakat qiling. Bu kompaniyalarning muammosi bitta qilib aytganda, ular o'zgarishni xohlamagan va biznes dunyosida o'zgarishni xohlamaslik bu ortda qolish degani emas, bu butunlay yo'q bo'lish degani. Siz ham shunday qiziqarli kompaniyalar hikoyasini biladigan bo'lsangiz, izohlarda albatta yozib qoldiring. Agar bu video sizga qiziq bo'lgan bo'lsa, obuna bo'lishni unutmang.